Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizda X7D muammosi, oynasi shunaqangi holatda sinib qolgan. Bunga bizda yechim bor. Bemalol kelishinglar mumkin, bizga murojaat qilishinglar mumkin. Xo'p, buni hozirgi kunda sotuvda oynasi hali kelmabdi. Sababi yangi chiqqan telefon bo'lganligi uchun oyna chiqmagan. Egalari ekran bo'lsa, ekran ham qo'yib yuboraman deganlar uchun bizda bunga yechim abadoliy ekran. Sababi abadolari ham, ya'ni mana korpusni bu buchchalari ham ko'rishingiz mumkin, petno bo'lib qolgan. Shuning uchun biz bunga yechim sifatida abadoliy ekran tavsiya qildik egalariga. Davay qo'ying dedilar, chotki bo'lsin dedilar. Inshaalloh buni chotki qilib qo'yib beramiz. Kimda shunaqangi xizmatli bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga telefon doktor Avazbekga murojaat qilishingiz mumkin. Shinani shunaqangi sifatli qilib bajarib beramiz. Bemalol kelishingiz mumkin. Rahmat hammaga. Qo'linga Honor X7D'imiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chiqqan. Kimda shunaqangi telefonlar bilan hammasi bemalol bizga telefon doktor Avazbekga murojaat qilishingiz mumkin. Ishini tez va sifatli bajarib beramiz. Rahmat hammaga. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chiqqan. Kalsiyalar ham o'ta tiniq.